tushda narvon qimirlashini ko'rish. Agar tushda narvon qimirlasa, bu hayotingizdagi ma'lum bir yo'nalishda ishonchsizlik va beqarorlik borligini bildirishi mumkin. Siz oldinga intilmoqchisiz, lekin nimadandir xavotırdasiz. Narvon odatda yuksalish va omad ramzi hisoblanadi. Agar u qimirlasa, bu maqsadingiz sari borishda qiyinchiliklar yoki to'siqlar borligini bildiradi. Agar tushda narvonga chiqayotganingizda u qimirlasa yoki yiqilish xavfi bo'lsa, bu hayotda nimadandir qo'rqayotganingiz yoki o'zingizga bo'lgan ishonchingiz pastligini ko'rsatishi mumkin. Ba'zan bunday tush kelajakda sizni kutilmagan o'zgarishlar kutayotganidan darak beradi. Narvon qimirlashi o'zgarishlarga tayyor bo'lishingiz va harakatlaringizni ehtiyotkorlik bilan bajarishingiz kerakligini bildiradi. Agar tushda siz narvonda turgan bo'lsangiz va u qimirlasa, bu siz qabul qilayotgan qarorlarda ikkilanayotganingizni anglatishi mumkin. Hayotdagi muhim tanlovlaringizni yanada sinchkovlik bilan o'ylab ko'rish tavsiya etiladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.